Bugun sizlarga puliga 100% arziydigan bitta hovlini ko'rsataman. Narxini taxmin qilib turinglar, ungacha men joyini tushuntiraman. Joylashgan joylashuvi Zafarobod Xoydon mahallasining boshlanishi. Bu yoq tarafimizda bo'lsa, Visol to'yxonadan kiraverish katta ko'chagacha 300 metr chamasi. Ko'chalarining kengligini qarang. Agar o'z zahmatidan tashqari 3 ta mashina ko'chaga bemalol sig'adi. Juda ham keng ko'chada joylashgan. Ushbu xonadonimiz sotilyapti. To'g'ri sotuv 7 ta xonadan iborat ekan. Hozir ichkarilarni bitta ko'rib chiqamiz. Ungacha siz like bosib qo'yish esingizdan chiqmasin. Bismillah deb kirganimizda yo'lga bemalol 4 ta mashina sig'ar ekan. Undan tashqari uyimizda 3 urinda qurilgan ekan. 100% podol qilingan ekan. Hozir hovlilarni bitta ko'rib, baho berasizlar. Qaranglar, juda ham chiroyli ishlangan. Basseynlarigacha qilingan ushbu uyimizni ko'rib, niyat qilganlar, ya'ni bitta like bosib qo'yasizlar. Juda ham chiroyli, ziloniy zonalari ham bor. Uyimiz 3 uringa 100% podol. Xo'sh, basseynimiz to'rga 10 chamasi, filtr, abagrev hamma narsasi bor ekan. Bitta tozalab turib, suv quyib yuborsanglar bo'ldi. Bu yog'imizda bo'lsa, sauna ham qilingan ekan. Saunaga ozgina mehr berib olish kerak edilar. Hozir uy ichlarini ko'rib chiqamiz. Zinadan shuni ko'tarishimiz bilan uyimizning asosiy qismiga kirar ekanmiz. Qaranglar, zal hol qilingan. Juda ham katta-katta qilib xonalari chiroyli remont qilib qo'yishgan ekan. Remontlari tayyor holatda. Kelasiz, bemalol kirib yashasangiz bo'ladi. Birinchi qavatda bitta zal va bitta spalniy bor ekan. Qaranglar. Voy mashallah, spalniylar ham yetarlicha katta ekan. Bemalol katta spalniyni qo'ysanglar bo'ladi. Ko'pchilik xonalar kichkinaligidan bizga jalb qilyapti. Xo'sh, sanuzil. Umumiy sanuzilni ham ko'rsanglar bo'ladi. Juda ham zo'r. Birinchi qavatdagi eng oxirgi xonamiz kuxnya. Kuxnyani ham qarang, kattaligini, tapatalka kafil terilgan ekan. Juda ham chiroyli mebellar qilingan. Juda ham katta va hovliga chiqadigan hovdimiz ham bor ekan. Bemalol choy ichib o'tirsanglar ham bo'ladi. Endi bo'lsa hozirlar bilan birgalikda ikkinchi qavatga chiqamiz. Zinani ham qaranglar. Yog'och ishlatilgan ekan. Ikkinchi qavatga hozir chiqib olamiz. Ikkinchi qavat ham mana ko'rsatib bo'ladi. Juda ham chiroyli, keng koridor bo'lib, ikkinchi qavatimiz o'zida 4 ta xona bor ekan. Hozir xonalarni ko'rsatib chiqaman. Ikkinchi etajimizda ham katta zal qilingan ekan, remontlarni qarang. Juda ham chiroyli, dumaloqlardan yaxshi foydalanishgan ekan. Endi bo'lsa, ikkinchi qavatdagi spalnilarni ko'ramiz. Xo'sh, bu yerda qarayotgan koridor bo'ylab ikkita xona, bittasi detskiy xona qilib qo'yishgan ekan. Va bu yerda spalniy xona. Spalniy ko'pchilik yaxshi ko'radigan keng spalniy ekan, katta spalniy ekan. Kim shunaqa spalniy niyat qilsa like bosib qo'yinglar. Va ikkinchi qavatdagi sanuzilimiz ham yetarlicha katta ekan. Hozir endi sizlar bilan birgalashib podolni tushib ko'ramiz. Video yoqayotgan bo'lsa, fikringizni yozib qo'yinglar. Endi birgalashib podolni ham bitta ko'ramiz. Shu bilan keyin videoda oxirida uy narxini aytaman sizlarga. Hozir sizlardan podolga tushganda 100% podol qilingan ekan. Bu yoqni как ofis qilib qo'yishgan ekan o'zligi uchun. Juda ham chiroyli va keng. Topli pollar qilingan, hamma narsasi bor. Bu yerda bo'lsa, basseynimizning yuragi, filtr, abagrev hamma narsalari shu yerda joylashtirilgan bo'lsa, uyimizning yuragi bu burchakka joylashtirilgan ekan. Xo'sh, hozir narxini aytaman. Ushbu xonadonimizning narxiga keladigan bo'lsa, $315,000 so'rashyapti. Ozgina savdosi bor, sunnatiga o't beramiz deyishdi. Kelinglar, baraka qilamiz. Bizlarni kuzatishda davom etinglar. Zo'r uylar halolinda.